Men bular bilan 5 oy oldin tibbiy reabilitatsiya muolajalarini boshlaganman. Kelganimda otaxonda ahvollari unaqa xursand qiladigan darajada emas edi, chunki ularda hozir o'ng tomonlama insultdan keyingi gemopariz tashxislari va qandli diabetning 2-darajasi bilan og'rirdilar. 4 yil davomida otaxon yurmaganlar, o'zlari bemalol harakat qila olmaganlar va hayot sifatlari ancha pastlashgan bo'lgan ekan. Men qabul qilganimda keyin biz bular bilan IPR bo'yicha, ya'ni individual parvarish rejasi bo'yicha vrachimiz bilan bularga kerakli muolajalarni, tavsiyalarni oldik va sentyabr oyida ular bilan tavsiyalarni boshlaganmiz. Muolajalarni biz massajlar, ergoterapiya bilan shug'ullandik, kinezoterapiya bilan, ELFga davolovchi fizkultura mashqlarini olib borganimizdan keyin mana ko'rib turganlaringizdek otaxonimizda ancha o'zgarishlar, Lowton Bartel shkalasi bo'yicha baholari, ballari ko'tarishlar bo'ldi. Men ilgari juda ham qiynalardim, sababi men yolg'iz yashayman. Siz tasavvur qilyapsizmi? Men yurish tugul, hattoki o'rnimdan tura olmas edim. Ammo hozir esa hammasi yaxshi. U kunlar ortda qoldi. Men yura olaman, tura olaman. O'zbekistonda yashayotganimdan faxrlanaman. Men bu davlatda ishlab chiqarish sohasida 42 yil ishlagan insonman.